Muhammad Yusuf 12 ballonda ko'p kilometr yuradimi yo 13 ballon taqib yursa ko'p ketadimi? Kilometr jihatdan 12 ballonda bir 70 ming atrofi yursa kerak. Ha. Lekin yumshaqlik jihatdan 13 ballon yaxshi bo'ladi. Yo'q, menga yumshoq qattiqlik emas, просто kilometr. Kilometr 12 ballon yaxshi, kilometrda uzoqroq vaqt yursa kerak. Ko'proq xizmat qilib beradi, Ko'proq xizmat qilib bersa kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? 12 ballon ko'proq kilometr yuradimi? 13 shuni kommentariyada o'zingizlar sinovlardan o'tgan holatda deb yozib olinglar. Bilim bo'lib qoladi ko'pchilikka, o'qib o'rganib olishadi. Xo'p, ukamiz keldi, Labo mashinasiga tugalar qoplab berdik. O'yinimizda qatnashyapti. $100 pulimizni olasiga solib aralashtiryapmiz. Xo'p, raqam aytsangiz sizga sovg'a qilib beramiz. 77-nomi. Qaysi tomondan sanab beraylik? Tepadan sanab bera oling. Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 50 deylik. Acaba 50 de ko'p chiqadi emaschi? 51 52 53 54 55 56 57 77 desa. Sovg'asiga yaxshi bo'ladi ko'rishaylik. Mana aka. Kelaverasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlar uchun oddiy bo'lishi mumkin, biz uchun juda muhim xursand bo'lamiz. Rahmat.